Yaponiya ve Avustraliya Xitayning Sharqi Turkistonda Uyg'ur ve başqa musulmonlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risidagi dokladlardan qattiq andisha qilayotganligini bildirdi. G'arb davlatlarining Xitoyning bu rayondagi qilmishlarini tekshirish chaqiriqi kuchaygan bir vaqtda Yaponiya ve Avustraliya davlat mudofaa ve tashqi ishlar ministrlari uchrashishdan keyin birlashma bayonot e'lon qilib, bu masalani kun tartibga elib keldi. Bayonotda mundaq deyildi: Biz doklat qilingan kishilik huquq dafsandichiligiga ig'ir ko'ngil bilamiz va Xitoyni xalqaro kuzatuvchilarning darhol cheklamasiz ziyorat qilishiga yo'l qo'yishiga chaqiramiz. Xitoy ministrligi ikki davlatni Xitoy tahdidi o'yinini o'ynadi va asossiz tuhmat chopladi deb aybladi. Avustraliya ve Yaponiya ministrlari yana Sharqi dengiz ve Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligini talab qilib, Beijingning eng yangi qadamlarining Hong Kongdagi demokratik organlarni ojizlashtirayotganligini tilga oldi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komiteti ئالما şirkitining Sharqi Turkistondagi mەjbۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق masalasi haqida bayonot e'lon qilgan. Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komitetining birlashma raisi Jeff Merkley va James McGovern 8 iyun birlashma bayonot e'lon qilib, ئالما şirkitini ta'minlash zanjirida mەjbۇرىي ئەمگەك bo'lmasligiga kapolatlik qilishga chaqirgan. Bayonotda garchi ئالما şirkiti ta'minlash zanjirida mەjbۇرىي ئەمگەkning mavjud bo'lmasligiga kapolatlik qiladiganligini qayta bildirgan bo'lsa-mu, ammo bizda bor bo'lgan paketlar ئالما şirkitining bu kapolatida masala borligini ko'rsatib berdi deyilgan. Birlashma bayonotda yana ئالما şirkitining bosh ijroiya amaldori Tim Kong Sharqi Turkistonda ijro qilinayotgan mەjbۇرىي ئەمگەك siyosati bilan munosabati bor Xitoy tەmинлىگۈچىلەردىن munosabatni uzishga chaqirilgan. Shundaqla ئالما şirkitini Amerika tamojnisi va chegara mudofaasi idorasidan Xitoy tәминлىگۈچىلەرni surishtirib, ئالما mahsulotlarini mەjbۇرىي ئەمگەك vositasi orqali ishlab chiqarilmasligiga kapolatlik qilishga chaqirgan. Bayonotda Sharqi Turkistonda yuz berayotgan vahshiylikka qarshi keskin dunyoviy inqos qaytarish kerakligi ta'kidlangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Avstraliya bosh ministri Scott Morrisonning G7 boshliqlar yig'inida Xitoy bilan bo'lgan savdo mojarolarini kun tartibga keltirganligi to'g'risidagi bayonlarga munosabatlik savolga javob berdi. Bayonotchi Wang Avstraliya va G7 davlatlarining dunyo Xitoy virusi yuqumi bilan kurash qilayotganda ixtilof termasdan yuqumga qarshi turishda xalqaro hamkorlikni ilgari surib, dunyo iqtisodining asliga kelishiga turtki qo'shishi va taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyotini tezlatishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Avstraliya bosh ministri Scott Morrison G7 boshliqlar yig'inidan ilgari Xitoy bilan bo'lgan savdo mojarolarida qo'llashga erishish uchun boshliqlar yig'iniga qatnashadiganligini va boshqa davlatlar bilan hamkorlashib dunyo savdo tashkilotining rolini kuchaytirib, zarur topilganda qoidalarni qayta bekitadiganligini aytgan edi. Mo'ljallanishcha, Avstraliya dunyo savdo tashkilotidan Xitoy bilan bo'lgan bir qism eksportni cheklash masalasidagi talash-tortishga aralashishni talab qiladi ekan. Amerikaning bir davlatlik tajribaxonasi 1 yil burunla Xitoy virusi manbasining Wuhan tajribaxonasi bo'lishi mumkinligini o'tirib qo'ygan. Volkochsi gazetining xabar qilishicha, oldingi oyda Sinclair radio shirkiti maxsus xabar e'lon qilib, Amerikadagi Lawrence Livermore davlatlik tajribaxonasining istixborot bo'limining 2020 yil 27 mayda bir maxfiy dokladni tamomlaganligini oshkorlagan. Mazkur xabar e'lon qilinib uzun o'tmay, Prezident Bayden istixborot organlaridan virusning kelish manbasini tekshirib chiqib, 90 kun ichida hukumatga doklad topshirishni talab qilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, tadqiqotchilar virus manbasi masalasida tajribaxonadan tarqalish yoki hayvonlardan yo'qishdan iborat ikki xil ehtimollikni o'tirg'a qo'ygan bo'lib, oxirida tajribaxonadan tarqalgan bo'lishi mumkinligini yakunlagan. Rominiya parlamenti telegraf tori va aslahalarga aloqador yangi qonun tasdiqlagan bo'lib, buning natijasida خۇاۋېي şirkiti Rominiyaning 5 tori qurilishidan chiqarib etilishi mumkin ekan. Yangi qonunda telegraf shirkatlarining telegraf ul aslahalari va davlat manfaatiga chېتىشلىق 5 tori qurilishining texnikalik uskunalari yoki yumshoq detallarni kirgizish uchun davlat mudofaa oliy kengashidan ijozatnoma olishi kerakligi ko'rsatilgan. Mazkur qonun loyihasi 8 iyun kengash palatasida ma'qullangan bo'lib,
Ruminiya prezidenti Klaus Yohannesning imzosi bilan rasmiy kuchga ega bo'ladi ekan. 2019 yılı 8 ayda Ruminiya prezidenti Yohannes Amerika prezidenti Trump bilan ko'rishib, memorandum imzolagan. Memorandumda dövlət bexatarligi uchun 5G texnikasi va aslihalari bilan ta'minlaguvchi shirkatlarni inchika va tafsiliy baholash kerakligi ta'kidlangan.